shakllantirishga qo'ymayapsiz. Ya'ni qanday? Ya'ni xuddi o'sha xatoni qaytaryapsiz. Ya'ni uning qilgan yutug'iga emas, aksincha mana shu jarayonda bo'lgan noxushliklarga e'tiborni qaratishni o'rgatyapsiz. Va siz aytasiz, qornim to'ydi. Qayerda qorning to'yibdi? Ye. Uni fikrini siz bir tinga olmayapsiz. O'z fikrini buzyapsiz. Hatto mana shu oddiy ovqatlanishda. Uyqum kelmayapti-ya. Uxlash vaqti bo'ldi, yot uxla. Yo'q. Ya'ni uning fikrini kesuvchi, bo'luvchi bo'lmang. Uyqung kelmayaptimi? To'g'ri bolam, ba'zida odamning uyqusi kelmaydi. Meni ham ba'zida uyqum kelmay qoladi. Ozgina gaplashib yotaylikmi, balki uyqung kelib qolar. Men ham shunaqa qilib ko'raman, gaplashib yotaman yoki o'ylab yotaman. Bir narsalarni o'ylab yotgan, ertaga nima qilishing haqida o'ylab yotsang, uyqu kelib qoladi. Ya'ni shirinroq muloqot qiling. Qorning to'ydimi? Aniqmi? Boshqa yeging kelib qolmaydimi? Ozgina biz bilan o'tirib ko'rchi. Bizni yoshligimizda-chi, ovqatlanish mahalida hech kim turib ketmasdi. Men yeb bo'lsam, dadamni kutib o'tirardim yeb bo'lishini. Yeyishni tomosha qilib, dadamdan bahra olib yoki dadam birinchi yeb bo'lsa, meni kutib o'tirardi. Men ovqatlanishimni tomosha qilib, hamma yeb bo'lgandan keyin birgalikda omin qilardik. Dadam bizni duolar qilardi. Biz qo'llarga suv olib kelardik, qo'llarini yuvardi degan tarzdagi suhbatlar, ya'ni uning fikrini qabul qilishlik sizni qo'lingizda. U ertaga siz kabi mana shunaqangi tushishlarga tushib ketmasligi uchun, ya'ni chiqa olish uchun, o'zini menini o'zi himoya qilish uchun, masalan, sizga xuddi shunaqa, senga pardoz qilmay qo'yibsan, o'zingga qaramay qo'yibsan degan gapga nisbatan ha deb qo'yaman. Deysan. Ha, qilaman-da deyman. Bo'ldi. Yoki boshqa biror vaziyatga qarab, insoniga qarab, ya'ni hazil ko'taradiganga qarab hazil ko'tarmaydiganiga o'sha deb qo'yaman. Eng zo'r gapim o'sha. Ha, shunaqa. Uni gapi ha. Lekin o'zim ichimda bilaman. Nega? Hozir pardozdan ko'ra muhim ishlarim bor. Pardozga ketadigan vaqt, uni tozalash, bilasizmi? Yuzingizga pardoz qilgandan keyin yuzingga parvarish kerak, ya'ni uni tozalash vositalaridan foydalanish kerak, o'rniga qo'yish. Unga qunt qayerda, vaqt qayerda? Yo'q, o'zim uchun qanday pardoz qilaman? Betimni toza qilib yuvdimmi? Oynaga qarab olyapmanmi? O'zimga mehr bera olyapmanmi? O'zimga to'yapmanmi? Sochlarimni taray olyapmanmi? Yuvib olyapmanmi? Mana shu meni o'zimga bo'lgan vaqtim. O'zim uchun dars qila olyapmanmi? Bolalarimga nimadir o'rgata olyapmanmi? Turmush o'rtog'im mendan mamnunmi? Yoqyaptimi? Bo'ldi. Menga shu yetarli. Nima qilaman men o'zimni ko'z-ko'z qilib? Bor chiroyim ko'nglimda bo'lsin. Bo'ldi. Ularga yoqishga majbur emasman. Men Alloh buyurgan ishlarni qilishim kerak. Ya'ni erim uchun pardoz qilishim kerak. Ular uchun emas. Qilganimda ham Alloh buyurgan ishlar, namozimni o'qishim kerak. Farzandlarimga to'g'ri tarbiya berishim kerak. Va endi ro'zg'or ishlariga keladigan bo'lsam, bular majburligimdan qilinadigan ishlar emas. Masalan, to'sib turgan uyga o'zim g'ashim keladi, ya'ni o'zim yoqtirmayman. Toza bo'lishini o'zim xohlayman. Men yashayotgan qaynonamning uyi bu mening uyim. Men mana shu uyga kelganman va mana shu uyni tozalashni o'zim istagan paytimda tozalayman. Qaynonam so'kishi yoki undan qo'rqqanim uchun emas, toza turishini istaganim uchun va bu qilayotgan har bir ishim uchun menga savob yozilishini va chin ko'ngildan qilganimdagina savob yozilishini va bu savobimning rahmati ota-onamga borishini bilaman. Va bu savob uchun har qancha mehnat bo'lsa qilaman va minnat qilmayman. Chunki minnat bu qilayotgan savobingizni yuvib yuboradigan sizni amallaringiz, hatto uy supurganingizga qayerda ko'rgansiz bir rag'batni. Yo'q, Alloh shunaqa supurgan uyingiz uchun sizga savob yozadi. Qaynonangizga qilgan hurmatingiz uchun sizga savob yozadi. Nega? Chunki siz eringizni ota-onasini hurmat qilyapsizmi? Eringizni ota-onasini xizmatini qilyapsizmi? Endi sizni ota-onangizga qila olmayapsiz. O'ksinasiz, shularni ota-onamga qilsam, bilardi, rahmat aytardi, minnatdor bo'lardi. Siz nima qilasiz? Insonni rahmati, Allohning rahmatiga erishing, bo'ldi, kifoya. Qaynonangizga xizmat qilyapsiz, bilyaptimi, bilmayaptimi? Imkoningiz qadar qo'lingizdan kelgan, ya'ni o'zingizdan voz kechib 100% uni rahmatiga erishaman, men yaxshi kelin bo'laman, men qadrimni bilsin degan maqsadda o'zingizdan kechib qo'yib, bolalaringizga baqir-chaqir qilib, hozir tozalagan uyim, buving ko'rsa nima deydi yoki bo'lmasam unga yoqish uchun ovqat qilib, yo'q. Ko'nglingizdan chiqarib qila olganingiz qadar qiling. Ularning rahmati uchun emas, Allohning rahmati uchun.